Assalomu alaykum. Men sizlarga hozir termostat qurilmasini tushuntirib bermoqchiman. Termostat qurilmasi 220 volt 50 Hz ga ishlaydi. Ya'ni Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan. Qurilmamiz asosan tibbiyot jihozlarini quritish uchun ishlatiladi. Ya'ni bu 100 gradusgacha ichki harorati 100 gradusgacha bo'lgan temperaturada ishlaydi. Bu tashqi displeyda, mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda qurilmamizni ishga tushiramiz knopka orqali. Bu ko'rib turgan sifra 34.8 gradus. Bu qurilmamiz ichki harorati. Bu yerdan bu gradusda 100 gradusgacha bo'lgan sifrani boshqarishimiz mumkin. Masalan, mana 50 gradus turibdi, demak qurilmamiz 50 gradusgacha qiziydi. Mana qurilmamizning ichki ko'rinishi. Bu qurilmamiz ichki ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Mana nerjavika materialdan yasalgan, ya'ni zanglamaslik uchun. Bu yerda ventilyator bilan svetimiz joylashgan. Ya'ni ventilyatorni bu knopka orqali qo'shishimiz mumkin, svetimizni bu knopka orqali qo'shishimiz mumkin.